Assalomu alaykum qadrli muxlis. Sizlar bilan Bor Gap YouTube kanali. El Clasico o'tdi. Unda Barselona 2-0 hisobida g'alaba qozonib, Ispaniya La Ligasi chempioniga aylandi. Xo'sh, bu yilgi mavsum bu ikki jamoa uchun qanday o'tdi? Real Madridda praval mavsum, murabbiylar almashuvi, futbolchilar o'rtasida janjallar, yakka hokimga aylanishga intilgan Mbappe. Noto'g'ri qarorlar fonidagi jamoa prezidenti Florentino Perez. Barselonada esa hammasi yaxshidek, lekin bu jamoada ham Kubok va Chempionlar Ligasida bosh sovrin egaligi uchun asosiy nomzodlar qatorida edi. Lekin jamoa La Liga bilan cheklandi. To'g'ri, La Liga chempionligi katta sovrin, biroq Barselona tarkibi va o'yini bemalol o'zi qatnashgan turnirlarda bosh sovrin imkoniyatini beradi. Nima bo'lganda ham Barselona muxlislarini chempionlik bilan tabriklaymiz. Sizningcha Barselona chempionligi Realning inqirozi asosiy sababi nima? Hakamlarimiz Indoneziyada yana omadsizlikka uchradi. Taniqli FIFA referisi yurtdoshimiz Asker Najafaliyev Indoneziya Liga 2 play-off bosqichi doirasidagi Persipura hamda At-Hayaksa jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng muxlislar tartibsizlik keltirib chiqargan. Mezbon jamoa mag'lubiyatdan norozi bo'lgan ishqibozlar hakamlar tomon turli buyumlar uloqtirishgan. Dastlabki xabarlarda hakamning jarohat olgani aytilgan esa-da, keyinchalik unga jismoniy zarar yetmagani va xavfsizlik xodimlari nazorati ostida stadiondan olib chiqib ketilgani ma'lum qilingan. Eslatib o'tamiz, 2024-yil ham o'zbek hakamlari Indoneziyada tanqidlar yomg'iri ostida qolgan edi. Va bunda Jahon chempion saralash doirasida Indoneziya hamda Saudiya Arabistoni o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng indoneziyalik muxlislar hakam tomon mafiya deb qichqirishgan edi. Indoneziyalik muxlislar haqmi? Javoblarni izohlarda yozib qoldiring. Bizda hozircha shu, bizni kuzatishda davom eting. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying.